Döküşümüzün devamını anlayışsız hürmetlik vatandaşım şundak. Sabık Sovetlerini parçalagandak, Cungunu parçalaşını ham xiyal qıldı Amerika'daydı o haberi yazgıcı. Yakın yıllardan beri Şangang'da nadivizmçiler, radikallar bargan süre yok kuru süratle terakki qıldı. Mundaq terakki qilish Amerikaning yoshurun qo'llashiga munosabatsiz emas, deydi xabar yozuvchi. Balki Tibet masalasi, Xinjiang masalasining keynida har vaqt degidek Amerikaning ko'langisini ko'rib ola olamiz, deydi xabar yozuvchi. Mundaq terakki qilish Amerikaning yoshurun qo'llashiga munosabatsiz emas, balki Tibet masalasi, Xinjiang masalasining keynida har vaqt degidek Amerikaning ko'langisini ko'rib ola olamiz. Boshqa, masalan, ayrim tashkilotlarning faoliyatlari, ommaviy harakatlarini kontrol qilish, demokratiya masalalarini ko'ptirish, Amerikaning shunday harakatning keynida turib qo'llaganligi qayta dalillendi. Bu harekette Janubi Deniz meselesiga o'xshash ikki tarafdan Jungoga qiyinchilik paydo qilib, Jungoning kuchini parchalashni maqsad qiladi deydi. Torbitiga xabar yozuvchi. Tarixdan qaraganda Amerika tarafdan Jungoning ichki ishlariga aralashish, qo'l tiqishi hargiz yangi bir ish emas. O'tmishda bundaq ishlar faqat yoshurun elib beriladi. Lekin yaqinqi yillardan beri bu ishlar bargan sari kaskinlashib, sahnaning orqasidan sahnaning oldiga chiqdi. Yaqindan beri Prezident Obama Dalai Lama bilan ko'rishdi. Şangang'da nadivizmçi aşkılla Amerika'nın konsulu bilen uçraştı. Amerika taraf teşkillagan Jungo'nun her qaysi joylardagi chekdan aşkan radikal siyasi teşkilatçılar yig'ilishi ve başka qatorliqlar hatta yaqinda Jungo'ning Janubi dengiziga egilik huquq tashabbus qilishini inkor qilib, xalqaro sotdan qaror e'lon qilishi qatorliqlar. Mushularning hammasi deydi xabar yozuvchi, bu Amerika'nın qo'li bor ishlar deydi. Shuning uchun sahnaning orqasidan sahnaning oldiga o'tish bir tarafdan Amerika'nın xalqaro strategik siyosatining merkezi noktası Avrupa'dan G'arbiy Tinch okeanga yo'tkelishi, yana bir tarafdan Jungo'ning rayon xarakterli cho'ng davlat bo'lishdan dunyoviy xarakterli cho'ng davlatga aylanishi, bularning hammasi Amerikaning xotirjamligini buzdi deydi xabar yozuvchi. Parçalab boshqarishni o'z ishiga olgan, boshqa davlatlarni og'dirish va cheklashga ishlatgan usullarni tabiiy holda Amerika bugun Jungo'ga ishlatmoqchi bo'lyapti dedi, deb yozdi Torbitiga xabar yozuvchi. Janubiy dengiz to'g'risida e'lon qilingan xalqaro sotning qaroriga qaraydigan bo'lsak, Amerikaning qanday parchalab, qanday boshqarganligini bayqaymiz. Avval talash, tartish paydo qilish, Jungo'ning atrofidagi davlatlar orqali jamoat fikri paydo qilish, o'zi qaror chiqib, o'zi hukm qilish, tarix va paketni og'dirib, qonun qoidalik paket tayyorlash va Jungo'ning amal qilishini talab qilish, bular Jungo'ning Janubiy dengiz masalasi bo'yicha gap qilish huquqini ojizlashtirish, bu orqali Jungo'ni parchalash, bo'lib o'tish, cheklashni yo'l qo'yib, Jungo'ning zamin butunligi buzg'unchilik qilish deganlikdir, deydi xabar yozuvchi. Agar bundaq bo'lib parchalash taktikasi unumli ekanligi dalillanadigan bo'lsa, undaqda Amerika bu usulni Jungo'ning boshqa joylaridagi masalalarga yo'tkab kelib, Jungo'ga buningdan ko'p avorchilik paydo qilmoqchi bo'lyapti deydi xabar yozuvchi. Xabar yozuvchi oxir nima deydi? Agar bundaq bo'lib parchalash taktikasi unumli ekanligi dalillanadigan bo'lsa, undaqda Amerika bu usulni Jungo'ning boshqa joylaridagi masalalarga yo'tkab kelib, Jungo'ga buningdan ko'p avorchilik paydo qilmoqchi bo'lyapti deydi xabar yozuvchi.
Yuqorqilardan shu narsani ko'rib olmizki, hurmatli vatandoshim, hozir Gaaga sotining qarori e'lon qilingandan keyin Jungo tarafning qo'llanayotgan birdan-bir usuli. Başta aytdi, Xuanyandagi 2 aeroplan avatdi dedik. Endilikda bu bütün teşviqat mashinasini hardik keltirib, chet ellarda ham davlatning ichida bu Janubiy dengiz masalasi bo'yicha teşviqat quroli ideologiyalik urushni boshlaganda qiladi. Şuna biz bunu davamlı taraqqiyotga qandaq bo'ladi? Yani kelgusidagi voqealarga oid holda yetib kelgan maqolalar bilan vatandoshlarimizni davomli tanishtiramiz. Allah hammamizning ömrünü bersin.